Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz Fluent Validation nomli NuGet paketini ishlatib validatsiyamizni takomillashtiramiz. Buning uchun oldin paketni o'rnatib olamiz. .NET package Fluent Validation .ASP.NET Core deb yozsak, NuGet paketi o'rnaydi. Keyin Logic papkasining ustida Shift F2 ni bosib turib, yangi fayl hosil qilib olamiz. Unga Product Validator nomini beramiz. Va shu faylni ochib, fayl nomini to'g'risiga 2 nuqtadan keyin Abstract Validator deb yozamiz. 2 nuqtadan keyin Abstract Validator deb yozib, uni tipini Product Model deb yozamiz. Keyin shu klassimiz konstruktorini hosil qilib olamiz. Konstruktorda parametriga iOnline Shop Repository interfeysini yozib, repository nomini beramiz va konstruktorning ichida validatsiya uchun qoidalarni yozamiz. Qoidalarni rule4 bilan boshlaymiz. Rule4 bu Fluent Validation kutubxonasining metodi. Bu qanday model uchun qoida belgilayotganimizni bildiradi. Rule4 bilan boshlaymiz. Va lambda orqali butun product model obyektining o'zi, ya'ni rule4 faqat bitta property emas, balki to'liq modelga qoida qo'llayapmiz. Yozyapmiz. Keyin must async yozamiz. Bu asinxron tekshiruv qoidasi yozish uchun ishlatiladi. Async va quvvasining ichida product model cancellation deb yozyapmiz. Asinxron lambda ifoda orqali product model bu rule4 orqali yuborilgan butun model, ya'ni product modelga murojaat qilamiz. Cancellation bu bekor qilish tokeni agar validatsiya o'rtada to'xtatilsa ishlatiladi. Lekin bu majburiy emas. Endi shu anonim metodimizni nima ish bajarishini yozamiz. Oldin kategoriya ID ni tekshirib olamiz. Agar kategoriya tanlanmagan bo'lsa, ya'ni kategoriya ID 0 ga teng bo'lsa, validatsiya davom ettirilmaydi. Agar teskarisi bo'lsa, bazadan tegishli kategoriyani olamiz. Kategoriyani get category by id async metodi orqali olamiz. Bu hozircha bizda yo'q. Keyin qo'shib qo'yamiz. Va shu metodni parametriga modelni kategoriya id'sini berib yuboramiz. Keyin shu kategoriyaning nomini fonga tekshirib ko'ramiz. Agar fon bo'lmasa, validatsiya davom ettirilmaydi. Aksi bo'lsa, narxini tekshiramiz. Agar mahsulot narxi 200 dan oshib ketsa, foydalanuvchiga xatolik haqida xabar ko'rsatiladi. Ya'ni xatolik haqida xabar chiqaramiz. Narx 200 dan yuqori bo'lishi mumkin emas deb yozib qo'yamiz. Tushunarliroq bo'lishi uchun shuni telefon narxi deb yozib qo'yamiz. Mana qoidamizni ham yozib oldik. Endi online shop repository interfeysga hali yozgan metodimizni qo'shib qo'yamiz. Get category by id async qo'shib qo'yamiz va uni online shop repository klassiga kirib realizatsiyasini qilamiz. Qizil lampochka bilan yana metod hosil qilib olamiz. Bu metodimiz ichiga kontekstdan kategoriyani id bo'yicha olamiz. First or default async metodi bilan kategoriyani olamiz. Awaitga async qo'shib olamiz. Va program CS ga kirib turib, shu servisni qo'shib qo'yamiz. Add controller with views servisidan keyin yozaveramiz. Builder services add validators from assembly containing deb yozib, tipiga hozirgi klassni ko'rsatib qo'yamiz. Product validator deb.
Undan keyin product logic faylini ochib, logikaga ham validatorni qo'shib qo'yamiz. Product logic konstruktoriga validator interfeysini qo'shib olamiz va uni private fieldga saqlab olamiz. New product metodiga ham qo'shib olamiz. Await validator validate and throw as sync deb yozamiz va qavsning ichiga produktni ko'rsatib qo'yamiz. Buna qilib validatorni qo'shib oldik. Ilovamizni ishga tushirib tekshirib ko'ramiz. Yangi telefon deb yozaman. Kategoriyaga fonni tanlayman. Mahsulot tavsifiga yangi deb yozaman. Narxiga 250 deb yozaman va xato chiqadi. Bizda shu xatoni exception qilib ko'rsatyapti. Endi unga try catch qo'shamiz. Try catchni product controllerga qo'shamiz. Create metodiga if shart belgisini o'zgartirib qo'yamiz. Agar model state valid bo'lmasa yozib qo'yamiz boshiga undo qo'yib. Valid bo'lmasa view'ni qaytar, ya'ni o'sha view'ni qaytaradi. Slotni hosil qilish va indeksga yo'naltiradigan kodni, ya'ni pastdagi ikki qator kodni qirqib olib, try'ni ichiga tashlab qo'yamiz. Validation exception xato turini tekshiramiz. Catchning ichida results o'zgaruvchisiga new validation result obyektini yaratib, uni parametriga hozirgi valx ni errors xususiyatini berib yuboramiz. Ya'ni xato ushlanganda validation result obyekt hosil bo'ladi. Bu obyekt validatsiyani exceptionlardan yaraladi. Ya'ni valx errors deb parametriga berib yuboramiz. Add to model state metodi bilan model state'ga hozirgi exceptionlarimizni berib yuboramiz. Ya'ni xatolarni model state obyektiga berib yuboramiz. Keyin shu product model obyektini view'ga berib yuboramiz. Ya'ni shu validation exception xatolarini o'z ichida saqlagan modelni view'da qaytaramiz. Ilovani ishga tushiramiz. Mahsulotlarga kiramiz. Yangi hosil qilib ko'ramiz. Kategoriyani tanlayman. Va mana 222 deb yozsam, print validation'da qoidasiga asosan yozilgan xato kelib chiqyapti. Bu joyda kategoriyalar bo'sh bo'lib qolyapti. Kategoriyalarning qiymatini kechga ham qo'shib yuboramiz. Get available categories qo'shib qo'yamiz. Qo'shib turib yana ishga tushirib ko'ramiz. Yangi hosil qilamiz. Istalgan tekst yozamiz. Mana endi kategoriyalar to'ldirilyapti. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.